Sandanam mandanam. Nega bu qo'shiq bu qadar mashhurlikka erishdi? Aslida musiqa notalari ham u qadar betakror terilmagan. Masalan, menga ko'proq harbiylarning vatan haqida aytgan ohanglarini eslatdi. Ya'ni birinchi pardadanoq ichingizga kirib oladigan qandaydir kuy yo'q. Ha, bundagi asosiy zarba so'zlarda. Eshitganlar qo'shiq she'riga e'tibor berishi bilanoq o'zini hayotini tasavvur qila boshladi. Chunki odamlar hayoti o'zi uchun go'yoki og'ir o'tyapti. Hamma kreditlar, qarz va ro'zg'or girdobida. Chiqish yo'li faqatgina boyib ketishdadek ko'rinmoqda. Chunki Instagramdagi ko'pchilik mashhurlar hayoti bilan o'zimizning yashash tarzimizni taqqoslayverishimiz oqibatida oddiy, samimiy, baxtli hayotimizni unutib qo'ydik va oilaviy nizolar ham ko'paymoqda. Qarasa, hamma chet elda, dam olishda, yangi mashinada, go'yoki birgina uning ishlari o'xshamayapti. Yoshlar ayniqsa har tomonga o'zini urib ko'ryapti, kimdir mobilograflik, kimdir blogerlik qilyapti. Hech kim uchuvchi yoki o't o'chiruvchi, o'qituvchi bo'laman demayapti. Go'yoki faqat unda qiyin, qolgan hamma baxtli. Chunki Instagramdagi yolg'on baxt ko'zimizni ko'r qildi. Natijada qo'shiq hit bo'ldi, odamlarga umid berdi. Bir kun bizda ham hammasi yaxshi bo'ladi deya mazza qilib eshityapmiz. Muvaffaqiyatning yagona siri odamlarning ko'ngliga yo'l topishdir degan edi Theodor Roosevelt. Ha, odamlarning ko'ngliga yo'l topildi. Ammo bu yechim emas. Birgina yechim bor. Insonni faqatgina mehnat o'stiradi. Orzu, havas emas. Mashhurbek bu nuqtada hozirgi dolzarb vaziyat haqida kuylab, qanchalar ochko to'plagani tahsinga loyiq. Chunki mashhur bugun porlagan yulduz emas. Uning o'zbegim yoshlaridagi qo'shiqlarini eshitib katta bo'lganmiz. Respekt. Sandanam mandanam, undanam